Sanobar opa, ne kofe ichib o'tirsiz? Qalaysiz? Bu yoqqa nega yo'ldik o'zi? Nima keluvdik? Syomkaga keldik-ku. To'g'ri, men manzaraga qarab esimdan chiqib ketibdi. Biz o'zi Alayskadagi ofisimizni obzor qilgani keldik. Qani ketdik. Bu ofisimizdagi devor obshivkalar, shkaflar, bundan tashqari resepsiyon qismlarini biz tomonimizdan, ya'ni Nobel mebel tomonidan taqdim etilgan. Ofisimizga tegishli bo'lgan hashamatli mebellar va televizor zonalarini ham qilganmiz. Xodimlarimizni birlashtirib turuvchi majlis stolimiz. Ofisimizdagi devor obshivkalariga ahamiyat berishingiz mumkin. Uni interyerga moslab qilganmiz. Bugun sizlarga Alayskadagi ofisimizni qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qildik. Sizda shunaqa interyeringizga mos, to'g'ri keladigan, sifatli va kafolatlangan mebellarni xarid qilishingiz mumkin.